Monzani motorida shu narsa. Bu narsa nima? Avtobus bilan antifrizning o'rtasida turadigan zaglushka hisoblanadi. Bu zaglushka отказ qilsa, avtobus antifriz bir-biriga aralashib ketadi. Ertaroq sezib qolsangiz aralashganini, yarim motor ochasiz. Sezmay qolsangiz, polniy motor ochasiz. Endi bu yangi Monza, eski Monza tanlamayapti. 5000 yurganida ham bo'ldi, 50000 yurganini ham ochdik. Shunaqa kasal bilan problema bo'lyapti. Avtobus antifriz bir-biriga o'tib ketyapti. Tak, ko'chada qancha Monza ko'paygan sari shu kasallik shuncha avj olib ketyapti. Zaglushkani zavod ozgina bo'sh qoqqan, meni tushunishim bo'yicha. Mashina har doimgi temperaturadan 1-2 gradus oshgandan keyin zaglushka teshilmayapti. Zaglushka bo'shligini hisobiga yonlaridan o'tkazib yuboryapti. Galovkasini ham ko'ring. Zaglushkalarini qoqib, xudo xolisa, davlini bosim berib tekshirib, bizga yoqdi, xudo xolisa egalariga topshiramiz. Bu videoda shu Monza olmoqchi bo'lgan, Monza haydab yurgan tanishlarga jo'natib qo'ysanglar bo'ldi. Sog' bo'linglar, salomat bo'ling.